Moshniy par beradigan dazmolimizni doskali variantini ishlashini ko'rsatib bering deb so'rashibdi. Biz sizlarga realniy test qilib beramiz. Siz mumkin oddiy standartni g'ijim futbolkani qo'yib olganmiz. Buni doskasini bo'yimizga moslab olganmiz va dazmol qilishni boshlaymiz. Par bilan qilamiz обязательно. Par bilan qilsa effekt kuchliroq bo'ladi. G'ijimlarni ochib berishini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib g'ijimlarni ketqizyapti. Unaqa dazmol qilishni zo'r bilaman deya olmayman, lekin dazmol qilishni bilmaydigan odam uchun ham bu yaxshi rezultat deb hisoblayman. Xullas, dazmolimiz zo'r ishlaydi. Dazmolimiz 3 xil regirovkada par beradi. Bemalol o'zidan boshqaraverasizlar. Baklari katta bo'ladi, почти 2 litr suv ketadigan. Bo'yini bemalol baland-past qilib ishlataverasizlar. Uskasini xohlagan положениеңizda o'zingizga to'g'irlab qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Dazmolimizni maxsus narxda $119 dan xarid qilishingiz mumkin. Soni cheklangan, mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqa qilib ko'rasiz.